Assalomu alaykum azizlar. Menga sizlarning yordamlaring kerak edi. Sababi men blogerlik faoliyatimni boshladim. Men kuni kecha mana shu DJ mikrofonlarini olib keldim. Ya'ni o'zimizda boshlagan yangi ish faoliyatimiz uchun yanada yaxshiroq qilish uchun, sizlarga ovozlarimiz tiniq yetib borishi uchun shu DJ mikrofonlardan, qo'lda ko'tarib yuradigan palkali mikrofonlardan ham foydalanishni lozim deb topdim. Yangi mikrofon, hali hech narsa yozilmagan. Bu mikrofonga men Sardor Ziyo Rasulov deb yozdirmoqchiman. Instagram, YouTube, Telegramdagi Sardor Ziyo kanalimda yozdirib, shu yoqqa nakleyka qilib yopishtirmoqchiman. Hozir men qo'limdan kelguncha shu rasmlar tayyorladim. Mana hozir videoga joylayman, o'zlaring ko'rasizlar. O'sha tushunadigan insonlar bo'lsa, bundanda yaxshiroq qiladigan nakleyka chiqaradiganlar bo'lsa, menga murojaat qilsin, direktimga yozsin, iltimos. Blogerlik faoliyatimni boshladim. Blogerlik faoliyatimni yanada yaxshi rivojlantirish uchun shu moslamalardan yaxshi o'rganib, videolarimni sifatli va sizlarga ovozlarim tiniq yetib borish uchun yanada chiroyliroq qilib joylamoqchiman. Shunga bir biladiganlar bo'lsa, menga ozgincha yo'l yo'riq yo'nalish ko'rsatib yuborsa yaxshi bo'lardi. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Biz hayotda juda qattiq qiyinchiliklar, ham jismoniy, ham ruhiy qiyinchiliklar ichida turib baxtli bo'lgan insonlar borligini bilamiz.